Nega o'zbeklarning yuz tuzilishi unchalik bir-biriga o'xshamaydi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Hozir batafsil aytib beraman, lekin obuna tashab qo'ying. O'z aslida O'zbekistonda 3 xil turkiy qavm bor. Birinchisi Qarluq, Qibchoq va O'g'izlar. Qarluqlar bu vodiy Toshkent atroflari bo'ladi va Uyg'urlarga juda ham yaqin. Qibchoqlar esa Qashqadaryo, Surxondaryo atroflari va Chanqovuz musiqa asboblari bor va talaffuzda jo'q deydi. Lekin eng ko'p farqlaydigan jihatingiz ko'zlari ingichka, qo'llari qalin bo'ladi. Va O'g'izlar esa galdi gitti, yasim geldi deydi. Ko'zlari esa dumaloq va sariqroq bo'ladi birozgina. Va O'g'izlar Xorazmdan boshlanadi. Turkmaniston, Ozarbayjon, Turkiya, Gagavuz. Bular hammasi O'g'izlar. Qibchoqlar esa o'zbeklarning 20% dan ko'prog'i, laqaylar, qoraqalpoq, qozoq, qirg'iz, no'g'ay bular hammasi Qibchoq. Qarluqlar esa o'zbeklarning 50% dan ko'prog'i va Uyg'urlar. Uyg'urlar esa tarixdan Qarluq, lekin Uyg'ur deb nomlanib keladi va o'zbeklarning 50% Uyg'urlarga juda ham yaqin. Ovqatdan, kiyinish, do'ppi hamma jihatdan bir-biriga o'xshaydi va hammasi bitta millat. Turkiya, tili, irqi hammasi bitta. Men endi izohlarda ko'rib qolyapman-da. Ba'zi bir Qibchoq qardoshlarimizni "Sen mo'g'ulsan" deyishyapti. O'z aslida Qibchoqlar mo'g'ullardan avval ham ko'zlari ingichka bo'lgan. Bir-birlariga turib olib irqchilik qilmaylar. Bilgan odam ko'rganda kuladi. Endi shu narsani ham eslataman. Alisher Navoiy o'z aslida Uyg'ur qabilasidan chiqqan Temuriylar imperiyasiga xizmat qilgan. Chunki o'sha paytlarda do'stlar, san Uyg'ur, san Qarluq degan ajratish bo'lmagan. Hammasi turkiy va faqatgina sheva farqi bor xolos.